Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Sizlar juda yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar. Xudo xolasa yana ham yangi bir obyektimizga yo'l oldik. Hozir Toshkent viloyatida shu 400 kvadrat joyimiz bor edi. Mana yo'lga chiqib olganmiz. Tomga penalon bosqish xizmati. Xudo xolasa videolarni chiroyli qilib qo'yib boramiz. Layklar bosib, padishkada urib turasizlar. Rahmat. Do'stlar, bu obyektimizga ham yetib kelib oldik. Aytib o'tganimizdek, bu obyektimiz Toshkent viloyatida bo'ldi. Shu 350-400 atrof kvadrat joyimiz bor. Bu joyimizga ham hozir 10 sm qilib quyib beramiz. Hozir tom qismini ko'zdan kechirib chiqdik. Chipcha mayda juda kami bor, bitirib, tayyor holatda qilib oldik. Hozir mana ishni boshlash jarayonidamiz. Instrumentlarni joy-joyiga qo'yib, olib chiqib, gipslar tomga tortish jarayoni. Tom qismimiz xudo xolasa quyishga tayyor holatda bo'ldi. Do'stlar, mana hozir bu tarafimizni quyib bo'ldik. Bu joyimizga ham aytib o'tganimizdek 10 sm qilib quydik. Yaxshi, zo'r holatda chiqdi. Ustida mana bemalol yuribman, ko'ryapsizlar. Oyoq izi chiqish yo'q, yorilish yo'q, boshqasi yo'q. Kerakli joylarga dimoxodlarni qo'yib, havo aylanish uchun albatta qo'yib bir boshdan quyib boryapmiz. Do'stlar, bu penalonmozni asosan loy suvoqlarni o'rniga qo'yamiz yoki bo'lmasa yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarni ustiga ham quyib beraveramiz. Effekti zo'r bo'ladi. Izolyatsiya 100% darajada ushlab beradi. Xo'p, bu mahsulotimiz haqida qisqaroq ma'lumot berib o'tamiz. Tarkibida gips bo'ladi, sement bo'ladi. Hozir ko'rganlaring shu penas qo'shiladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyib boriladi. Bu mahsulot boshida quyganimizda shunday holatda, suyuq holatda bo'ladi. Uni qatishiga uzog'i 10 minut vaqt kerak bo'ladi. 10 minutning ichida qatib, ustida bemalol yuradigan darajada bo'ladi. Faqat o'zini toza holatda qurib ketishiga shu 1 oy, 1,5 oy vaqt kerak bo'ladi. Yana ham o'zini holatida qurib qatib ketadi 1 oy, 1,5 oy vaqt ichida. Xo'p, buni santimetrga keladigan bo'lsak, darvozaxona peshonlarga 7 sm, uylarga 10-15 sm gacha qilib quyib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Qolgan barcha ma'lumotlarni ushbu nomerga telefon qilib bemalol olaverasizlar. Rahmat hammaga.